Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Jumla Umidjon aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamay. Doim bir biroga o'ralashib yuraman-da. Bu narsalarga aralashib. Kechani xotinni xolasi o'lib qoldi deng. Oxiraga Halol opam uydan chiqardi borib. Ertagida anaqada dasturxonda to'zib u yoqda xotinlar, bu yoqda erkaklar. Aslında ambardan olib chiqib, rosa yig'ilsa bo'ldi. Oydod, buvadi, rosa dod deb anaqa erkaklarni bir chaq hammani olib keldi endi. Bo'lmasa salovati janoza dedi. Domlani anaqani ambarga yoqib olib o'tdi, domlani masalalar qildi. Yani chiqib ketyapti deb Abduraziz xotinlar dod deb yig'lab. Keyin men ham kirdim, o'ng qo'l tomondan kirib chap yelkamni olib men ham ko'tarishlar, portovoy mashinagacha bir 50 metr bordi, u yoqqa ko'tarib bordim. Olim tepadan turadi, mana shu deb olimga olib endi bortda opamiz o'zi ichkarida haya to'polon bo'lib ketdi. Qayt deydi, nima bo'ldi ekan desam, o'lik uyda qolibdi deydi-da. O'lik dambaga solmasa janoza o'qib biladi. Hali xotirasa dod desa, kir hamma xotinlar uyga desa, xotinlar uyga ketgandan keyin hali ambarni olib, quruq ambarga xotinlar yig'iladi-yu. Ambarni olib, kirib o'likni olib chiqmasdan olim bilan olib tasharkan deb jiyanimiz bordi. Sekin ambarni bu tomonga olib o'tib qo'ydi-da, domlani oldiga. Uni ichida o'lik bor, o'lik ichkarida qolib ketibdi. Keyin Lola bam qizi enam deb shunday yig'lab uyga kelsa, öyle yerda yotganmish, shunday chiqib, enam qolib ketibdi. Desa, Lola, endi senga mana shu bormi, qizing jinni bo'lib qolibdi. Ana uyda enasi ko'zga ko'rinyapti desa, voy, davom o'zligini quchoqlab, suvlarni urishib shunaqa qilsa, men sizlar hazillashmayapman, enam uyda qolib ketibdi. Desa, uyga kelsa, xotinim ikkita opasi kelsa, yerda o'lik yotganmish, desa keyin borib, usti yopilgan oyoqda mundoq qilsa, o'lik ekan. To'xtatish degan langayoq xotinlarni yugurib to'xtatib, yana qaytadan mashina ambarni tushirib olib kelib, janoza boshqatdan o'qibmiz-da. Ketdi, tarixga yozilib. Domla ham tumanlab qoldi, kulib, endi rosa bo'ldi-da bo'lganimizcha. Biz ish ko'rsatsak qarang.